Assalamu alaykum. Ben Amine. 2015 yılı 8. ayda işki balam bilen Ürümçi'den Türkiye'nin İstanbul şehriga geldim ve hazır akşam bir şeyde yaşavatmam. Meninki Ürümçi'den bir kelişimdeki sebep biz Ürümçilik vakitte üzemninki kiyim markam battı, işlep çıkarış ornumuz milli iç kiyim kecek, topta akıtış dokanlarımız battı. Yani şu özümüzdeki sebep markasında milli iç kiyim kecek işlep çıkarıp satıdık. 2013 yıldan başlanған Xitayninki şu Şarkı Türkistan'dan Janubu deyip bağın 2013 başladı. Milli kiyim-kecheklerge çek koyuş, satqızmaslik, keygizmaslik, yerlik siyasetler bilen bizning tijoratimiz u yerda qilish mumkin bo'lmadi. Ishlab chiqarish sexlarimiz taqaldi. Do'konlarimizniki setish doiramiz kichiklab ketdi. Shuni bilan men ishga balamni deb Turkiyaga qaytib keldim. Turkiyaga qaytib kelgandan keyin men shu Turkiyadan mal saldım. Yani şu Türklerdeki kiyim-kecheklerini, ayolchi kiyim-kecheklerini Ürümchiga silib, shu yerdan to'pdan qatdim. Şu anlıqda bir ikki qatim Ürümchiga berib kelgan bo'ldim. Berib kelgan vaqtda har qatim borgan vaqtimdagi o'zgarish, qisqagina shu 3 oy, 4 oy ichidagi o'zgarish meni shunchalik hayron qoldirdi. Har qatim borgan vaqtimda shu janubdagi mendan mal oladigan xaridorlarimniki bilan bevosita kurashgan vaqtimda ularning ash janub deb turayotgan Xitoyniki chekinlashgan siyosatlarini men so'zlab berdi. Şunun bilen 2017 yıllık kelgiçe ben 2017 3. ayga kelgiçe vatanga normal mal sepib tijorat qilib turdim. 2017 yıldan başlap Xitoy Türkiye mallarını cheklab Yani en başta Janubdan başlandı, keyin Ürümchiga keldim. Şu Türkiye mallarını kiyish, setish, Türkiye'de xitiba her qanday narsani, kiyim-kechak emas, yemek içmek, mayli parda bo'lsin, qanday narsa bo'lsin, Türkiye'den kelgan her qanday narsani elishni, ishlatishni, setishni cheklab Şunu bilan bizning tijoratimiz yana bir qatim to'xtab qoldi. 2017 yılı şu anlıqda meni acham lageriga kirib ketdi, achamni. Acham lageriga kirib ketib 3 oydan keyin achamni qo'yib etdi birinchi qatimda. Qo'yib etgandan keyin men 2017 yilda acham bilan kurash qilib bordim. Bargan vaqtda men Ürümchida acham Aqchinayisda. Albatta Turkiyadan sanib kelibdi, kurashib kelma deb kelolmaydi. O'zining turayotgan yeridan, ya'ni salomatlik yaxshi bo'lganligidan shu kasallik isbot elib Ürümchiga davolanib keldi. Kelgan vaqtda 5 kun turdi, 5 kun ruxsat qilibdi. Men acham bilan shu vaqtda doktorxonalarda, oshxonalarda, ya'ni maxfiy kurashdik. Shu kurashgan vaqtda men achamni ko'rib shunchalik hayron qoldim. Ya'ni acham tan salomatligi yaxshi, ruhiy kayfiyati shunchalik yaxshi, ya'ni sog'lom bir ayoldi. 3 oy ichida acham shunchalik qayrib, chiroylari o'zgarib, ruhiy kayfiyatim o'zgarib, psixikalarim o'zgarib, butunlay tugashib bo'ldi. Şu jarayonda acham bana o'zining ash lagerda 5 dan o'tkazganlarini, ya'ni shu bir lagerda 16 yoshdan 78 yoshgacha ayollarning, Uyg'urlar, Qirg'izlarning qanday zulm chekkanliklarini men so'zlab berdi. Hem şu vaqtda men oxirgi qatim borgan vaqtimda meni shu tavallik soqchixonadan chaqirib, DNA tekshirish qilamiz deb qon ilib, ovoz tekshirishlarni ilib, chiroy tekshirishlarni, nurg'un tekshirishlarni qilib, mening bu yerda normal turishim uchun qulaysizlikni chiqardi. Shundan bilan 2017 men borgan vaqtimda urug' tuqqanlarmi va kurashmadi men bilan do'stlarim jiq kurashmadi, chunki ularni qo'rqitmadan bir qo'rqinch, tashvish shunday bir holat ekan. Bizning do'konga kelib kurashdi, do'konda kurashgan vaqtda ular hammasi mening qaytib ketishim kerakligini, nurg'un shu Turkiya bilan tijorat qilgan yoki chet elga chiqib kirgan odamlarning hech qanday gunohi bo'lmasin tutib kirib borganligini qilgandan keyin men yana qaytib keldim. Yana night bir tez holatda qaytib keldim. Men qaytib kelgandan keyin mening do'konimni normal ichilayotgan, uyimni hamma narsam ashada qolgan. Xitoy ularning hammasini pechatlab, qivatdi, mening aqllarimni tarbiyalashga kirib ketdi. Yani ceza lageriga. Hazır iki akam, acamni qayta kirib ketdi. İki akam, acamning qizi, nevarlarning nerligini bilmayman. Ve shuningdek bütün meniki shu menda mal olgan bevosita tijorat qilgan xaridorlarim hammasi Xitoyning jazo lagerida. Ularning hozir o'lakligini, tirikligini men hech qanday bilmayman, hech qanday xabarim yo'q. Xitoyninki hozirgi bu atalmış tarbiyalash lageri davoganlari emniyatli bir upuçuk ceza lageri. Çünkü benim ailemdekilerden hiç qaysidan tarbiyalashga ihtiyacı yok. Hemmisininki normal iqtisodiy sharoiti yaxshi, normal ish o'qiti bor, xizmat yeri bor odamlar. Hem men tanıydigan shu mening tijorat xaridorlarimning hammasininki uzun yillik Saudiya,
pulu var, Xitayga normal bajdap sürüp kevatkan, normal Xitaydan ruhsat deb ticaret kıvatkan, ticaret kenişkiler var. Adamlar bular tutib kirib ketgandan keyin ularning do'konlari taqaldi, oilasi vayron bo'ldi. Xitoy atalmish bu tarbiyalash lageri deb qo'yib nurg'un oilalarni vayron qilyapti, nurg'un odamlarni o'tirliqda yo'q qilyapti. Oxirida mening deydig'im Xitoy bu jazo lagerlarini taqsin. Dunyo Xitoyniki bu jazo lagerlarini taqish uchun dunyo buning ovozi chiqarsin.